Jami bugun sizga 23.250 dollar pul yozdik. Assalomu alaykum obunachilar. Akajon, mana xudo xolasa biz kartalarimizga 281.350.000 pul tushirdik. Bu degani dollarga 21.000 dollar. Tushundingizmi? 24 soatda 21.000 dollar pul yig'dik. Undan tashqari mana Toshkentdan bir hoji onamiz bor. Har hafta 500 dollardan pul beradi. Toshkentda algoritmdan bitta akamiz mana 300 dollar pul berib olgan. Shuhrat akamiz bor ekan, Toshkent City'dan 100 dollar berib olibdi. Keyin bir G'ayrat akamiz bor ekan, mana 500 dollar u ham har safar pul beryapti. Mana 500 dollar. Bir akamiz bor, tadbirkor akamiz, Alloh rozi bo'lsin, tadbirkorga Alloh rivoj bersin. Har hafta 8 milliondan pul beryapti. Mayda Abdulloh aka bor ekan, Toshkent Chinda bozordan 1 million pul bergan. Shunda 9 million so'm, 1400 dollar qo'ldan kelgan pul, qolgani hammamiz o'zimizniki. Jami bugun sizga 23.250 dollar pul yozdik. Men hozir ko'zlarim ishlamay to'g'risi. Buncha pul yig'iladi deb o'ylamadim men to'g'risi. Allohga shukr, deb shukr. Shunday xursandman hozir shuni. Yo'q. Shunday xursandmanki hozir. Siz duoyingiz ijobat, chunki siz 11 yildan beri bemor yotibsiz. Barcha ehson qilganlardan, videolarni tarqatganlardan, kommentarlarda duo qilib, shu so'rab duo qilganlardan Alloh razı bo'lsin. Amin. Barcha qo'ldan nafl berganlardan Alloh razı bo'lsin. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Hamma yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Alloh. Shu ehsonga hissasini qo'shgan barcha yurtdoshlarimizni tan jonlari sog' bo'lsin. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Hammasi salomat bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bunyodbek, aynan sizlarda shu Shahrixonda Rizo kolbasasi. Shu 7 ta yaxshi insonlar tadbirkorlar ishlab chiqaradi. O'zlari mol qo'ygan, o'zlari so'yib, qo'y go'shti, mol go'shti hammasidan bor. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bugun bir onaxonlarga kelib, chiroyli bir osh qilib, Rizo kolbasasidan qo'shib iste'mol qilasizlar. Kelishdingmi? Mana ona. Alloh rozi bo'lsin. Hammani salomat bo'linglar. Men o'lsam birovga qiyinmas, bo'ldi deb ko'zlari tiyilmas. Hammaning yodidan chiqsam ham, lek onam ko'z yoshi tiyilmas. Qancha tavba tazarru qilsam ham, gunohlar tark etmas tanimni. O'limdan qo'rqmadim, ey Alloh, o'yladim mushtfar onamni. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga. Birodar yopmagin yo'lingni, duoga ochgin bu qo'lingni. Kutmasdan shunchaki o'limni, ulgurmadim tavba qilishga.